Bu qishloqning qizlari erga tegishidan oldin o'zini eridan mahriga uy-joy, pul yoki mashina so'ramasdan, balki erlarini qo'llarini so'rar ekan. Bu odatga ko'ra erkaklar uylanishidan oldin o'zini yaxshi ko'rganiga qo'llarini kesib sovg'a sifatida berishi kerak ekan. Bu yerda oilali erkaklarni qo'lidagi uzukdan yoki boshqa xislatlaridan emas, balki qo'li yo'qligidan odamlar aniqlashar ekan. Bundan tashqari yigitlar uylanishni xohlashmasa, oila qurishni yoki qo'llarini kesishni xohlashmasa, ularni qishloqdan, ya'ni oilasi a'zolaridan tashqariga chiqarib haydab yuborishar ekan. Bu qishloqda bunaqa an'ana yigitlarni g'ururi sifatida ustun ko'rilar ekan va bu ishni qilmaslik g'urursizlik sanalar ekan. Agar bizani sharoitga keladigan bo'lsak, to'g'risi men bunaqa holatga umuman rozi bo'lmagan bo'lardim. Lutchi umrbod bo'ydoq o'tsam ham o'zimni Alloh tomonidan berilgan qo'llarim bilan birga o'tgan bo'lardim. Sababi, meni o'ylashimcha, bizani tanamiz bizga Alloh tomonidan berilgan omonat va uni hech nimaga alishtirishimiz kerak emas. To'g'ri, sizlarni bu mavzu bo'yicha fikringiz qanaqa? Bu shunga arziydimi? O'zi bunaqa ish qilish to'g'rimi, noto'g'rimi? Va keyingi videolarda ko'rishguncha